Nimani ulangan birini ochamiz. Hozir ko'rsin shuni. Ichine kelmang. Bu yerlarni ham ko'rsat. Mana katta yo'lning hamma tarafidan shaqlatib aqib o'tiribdi mana. Ko'rmadingmi? Ichine qarang. Shunaqa noxush holatlar bo'lmasligi uchun shu katta yo'l tanlash haqida video qildik. Mana hozir videoni oxirigacha ko'rib, videoga like bosib, tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Inshaalloh ko'pchilikka foydali bo'lsin. Ochiq sistema, yopiq sistema ko'pchilik bunga garant o'rnatish jarayonlarini qo'yib olish kerak. Hozir men sizlarga yopiq sistemani ochiq sistemani tushuntiraman. Bu mijozimizdan boshqa ham bu savollar juda ko'p bo'ldi. Buxorodan xuddi shunaqa kattalar olishgan, bu choklaridan suv qo'yib olish holati bo'lgan, yopiq sistemaga qo'yishgan. Egalari aytishdi, yopiq sistemaga mo'ljallangan katta yo'l deyishdi, lekin yopiq sistemaga mo'ljallangan. Mustahkamligi uchun ichini birlashtirib joylarni mana bu holat. Besh matoga turib, 20 marta bir tarafni o'zida bir mustahkamlangan. Mana shu joyda bilasizmi, ikkita qo'yilgan. Bunda vazifani bajaradi. Katta yo'lda davleniya berilganda chiqib ketmasligini, olib ketmasligini vazifasini bajaradi. Sizlar bo'lmasligi uchun videoga like bosib, ishlarga bemalol jo'natib qo'yasizlar. Bu katta yo'limizga kelib qo'yilamiz. Hozirgi to'rtta qo'yganimizda ham o'xshamaydi. Nimaga? Davleniya berilganda 4-5 davleniya berilganda ko'rdingiz siz ham ishib turib, suv olish yoki cho'plardan qo'yib olish holatlari bo'ladi. Shuning uchun yopiq sistemani alohida